Keling do'stlar, qo'limizni yurakka qo'yib aytaylik. Bugun vodiyda futbol yashayapti, yashnayapti. Ya'ni klublar futboli shunday. Vodiyda muxlislar stadionlarni to'ldirishyapti. Vodiyda futbolchilar muxlislar uchun o'ynayapti. Chunki his qiladi har bir futbolchi bo'sh stadionda o'ynash boshqa, muxlislar bilan o'ynash boshqa do'stlar. Ya'ni buning ta'mini faqat futbolchilar biladi. Buning ta'sirini faqat futbolchilar biladi. Va o'zbek futboli, klublar futboli albatta mana shu vodiydagi muxlislik sababgina va eng birinchi navbatda shu muxlislar sababgina yuksaladi. Va biz ishonchim komil butun O'zbekiston bo'ylab shunday to'la stadiondagi, mana shunday har turda, har kuni shunday o'yinlar bo'ladigan kunlarga yaqin turibmiz. O'zi bugungi uchrashuv PFLning o'sha mana shu O'zbekiston Super Ligasining haqiqiy vizit kartasiga aylanadigan o'yin bo'ldi, menimcha. Balki gollar ikkitaginadir deyishingiz mumkin ekan, o'yinning o'zi sifati yuqori darajada bor. Dahshatli 40 ta zarba dedik-ku. Bordi statistika menimcha. O'yin oxirigacha nimalar bo'lib ketdi. Kapadze ham qoyil ekan, shuncha hozir misol uchun kam gap so'zlardan keyin ham ko'rsatib qo'yapti qanday murabbiy ekanligini. Ha. Baribir Kapadze murabbiy sifatida qancha katta ish. Do'stlar, keling endi sekin hammaga minnatdorlik bildiramiz. Translyatsiya ustida ishlaganlar, bu yerda Farg'onada ishlaganlar bor. Xurshid Mirzahmedov bosh rejissyorligidagi jamoa, bu yerda mana texnik jamoamiz bor va yana ko'plab ekran ortida qolgan do'stlarimiz bor. Men o'ylaymanki, yaxshi uchrashuvni siz bilan birga kuzatib bordik va sekin-asta yakunlashimiz kerak. Demak, rejissor assistenti Baxtiyor Nuriddinov bo'ldi, sharhlovchilar Hasan Turdaliyev hamda Orif Toyiyev kuzatib bordi. Ishonchim komil bu o'yin bo'yicha fikrlaringiz bor. Men juda istardim. Ijtimoiy tarmoqda qayerda bo'lsa bo'lsin o'yin haqidagi fikrlaringizni yozib qoldiring. Keling fikr almashamiz. Rahmat deymiz. Yana bir marotaba mana shunday futbollar ko'payaversin Super Ligamizda. Ko'rishguncha. Ha do'stlar, ko'rishguncha. Salomat bo'ling.